Assalomu alaykum, hurmatli Mr. Devlon kanali muxlislari. Mana so'nggi apparat Devlon DX210 ekskavatorimiz Navoiy shahriga baraka bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana ortish jarayonidamiz. Xudo xolasa egalariga qulluq muborak bo'lsin. Bir emas ikkita texnika olib ketishyapti mana. Bitta bizdan emas, mana Devlon ham, mana GCB ham ekskavator pogrushga olib ketishyapti. Okalar. Ya'ni faqat bizga emas, GCB ni ham bozori bo'lgan. Bu rizqi nasib o'rtoqlar. Rizqi nasib. Bizda ham ekskavator pogrushki bor, lekin nasib qilmagan ekan. Faqat ekskavator nasib qilgan ekan, sotish bu mijozimizga. Nima ham deymiz? Bu bozor o'rtoqlar narxi hammani shart-sharoitiga qarab xarid qilaveradi. Kommentda inshaalloh deb yozib ketinglar. Ajab emas, Alloh nasib qilib sizlarga ham shunaqa yaxshi, sifatli koreyskiy yoki angliyskiy texnikalar olish nasib qilsin o'rtoqlar. Faqat yaxshi ekskavator pogrush, yaxshi texnikalarni, sifatli texnikalarni hammamizga olish nasib qilsin. Sababi nima deydi? Inson biror narsa olar ekan o'ziga yoki xalq manfaati uchun imkon qadar sifatli texnika olishga harakat qilish kerak. O'zimizga ham kerak bo'lsa bozorga tushganda eng sifatlisini olamiz-ku, to'g'rimi? Ota-onamizga olib boramiz. U qo'l meva bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, yomonini olib bormaymiz hech qachon. Avvalambor o'zimizga bo'lish kerak hamma narsa yaxshisi. Faqat to'y hasham haligi tanish bilish uchun emas, avvalambor o'zi uchun bo'lish kerak. Mana shunaqa. Endi imkon qadar hammani sharoitiga qaragan holatda. Mana shunaqa o'rtoqlar. Mana, xudo xolasa. Shunaqa ekan, agar shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar. Manzilimiz o'sha. Mana ko'rsatishimiz mumkin. Devlon, Bobcat xizmat ko'rsatish markazi, Bobcat Power Equipment ko'rsatish markazi. Shu yerda mana hamma texnikalarimiz bor. Shunaqa ekan o'rtoqlar, agar shunaqa koreyskiy texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda ko'rsatilgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, like va kommentariy yozib qo'yinglar. Inshaalloh sizlarga ham shunaqa yaxshi texnikalar nasib qilsin. Salomat bo'linglar.